Hər bir qalam bir məş'əl, hər bir munbar bir məktəb, hər bir ailə bir qorğan. Abduri Mi Azad. Uyghur millati jaholat qarang'uligidan chiqib bo'lolmadi. Yo'riqlikqa chiqishimiz uchun yana qanchalik musofa borligini taxmin qilish qiyin. Asrlab yo'l yurib charchagan millatning bir qism a'zolari qarang'ulikda yashab odatlanib qoldi. Birdilla yo'riqlikqa chiqsa ko'zlarining buzilib, qarang'ulikdagi g'uvo ko'langilarni farq etish baxtidanmi tamoman ayrilib qolishdan qo'rqadi. Millatimizning bir qism a'zolari yo'riqlik izlab minglagan guruhlarga bo'linib, taraf-tarafga ketib qoldi. Kech qarang'uligida yiroqdan ko'ringan nurlarning tashlanib qolgan mozorliqlarda ichilib qolgan so'ngaklardagi fosfor ekanligi bilindi. O'zaro toptanlar bo'lingan guruhlarning yanama ko'p bo'linishini keltirib chiqardi. Bundaq bo'linish va tarqilish o'simliklarda, ziroatlarda bo'lsa edi, dunyo yeshillikqa purgangan bo'lar edi. Ammo insonlardagi texmi to'g'risini aytganda, Uyg'urlardagi bo'linish insoniy ro'yimizni cho'llashtirishdan boshqa hech bir foyda ilib kelmadi. Kuchimiz, vaqtimizning o'rinsiz behuda sarf qilinishi millatimizning umidliklar qo'shinini azaytib, umidsizliklar qo'shinining zo'rayishiga as qo'shmoqda. Ko'r uchun dunyo tong atmas kechidir. Kechi demak umidsizlik, mahkumlik demakdir. Jaholatning qarang'uligidan ma'rifatning yo'riqligiga chiqishimiz uchun takror bir sap, bir qo'shin bo'lishimizga to'g'ri keladi. Rus xalq cho'chigidagi Danko qavmini yo'riqlikqa elib chiqish uchun yuragini mash'al qilib yo'l boshlab mang'an ekan. Qarang'u taygu o'rmonligida och, suvsiz, harg'in qavm kech qarang'uligida Dankoning mash'alga aylangan yuragining nurida chatqal sasliqlarda ilgirlab, oxir yo'riqlikqa chiqqanda Danko holsizlanib yiqilgan. Uning qavmi bo'lsa, uzoqda ko'ringan suv va mevalarni ko'rib, hurra to'lishib, olg'a qarab yugurish asnosida Danko mig' odamning oyoqlari ostida yanchilib jon uzgan bo'lsa-mu, yo'l boshchisini yanchib o'ltirib qo'ygan qavmi yo'riqlikqa va hayotlikqa erishgan ekan. Bizdami Dankolar bor. Ba'zilarini bizga mash'al qilgan yuragi bilan qo'shib, oyoqlarimiz ostida yanchib o'ltirib ba'zilarini yanchivatimiz. O'lmagan bo'lsa-mu, jon talshivatidi. Chiqqisi Dankolar taraddud ichida. Qarang'uliq zulmatidan millatini qo'g'dug'ichilarning millatidan o'zini qo'g'dash majbur qilishidan ortiq fojia bormi? Hech kimni ayblashga tilim bormaydi. Faqatla bizni bu qarang'uliqda qoldirgan jaholatni la'natlayman. Chunki inson o'zi tushunmagan shaylarning dushmanidir. Gunoh bizning aqlimizni, mantiqimizni ko'r qilgan jaholatdir. Allah insonlarni gunohsiz yaratgan. Dunyoda quturab turgan qarang'uliq, jaholat bizni ichiga yutib ketdi.
Tekrar günahsız halımızga qaytishimiz uchun qorong'ulikni, jaholatni yerib, yorug'likqa chiqishimiz lozim. Yorug'lik hayot demakdir. Ammo yorug'lik qayerda? Qaysi tarafda? Qur'oni Karim o'qu degan oyat bilan boshlanadi. Shunga men oldi bilan o'qiganlarga xitob qilaman. Ey qalam egillari, qo'lingizdagi qalam agar qadrini bilsangiz bir mash'aldir. Uni yondiring. Uning nuri oldi bilan sizning qalbingizni yoritsin. Ketadigan nishoningiz oydin bo'lsin. 10 minglagan, 100 minglagan mash'al milliy karvanimizning yo'lini yoritishga yetadigan nur bilan ta'minlaydi. Mash'alni ko'targanlar bir nishonga qarab, bir sapda mangdiganlar bo'lsaq, mozorliqdagi qurib ketgan jasadlarning so'ngaklaridan parlagan fosforni nur belib, eziq qallarmi, qancha ming guruhlarga bo'linib, tinab, eziqib yurganlarmi, kech qorong'uligiga ugunib qolganlarmi, yulduzlar to'pidak eqinga aylanib harakat qilayotgan mash'allar karvoniga qo'shilishi mumkin. Chunki kech qorong'uligidagi yolg'izlikning dahshatlik, qo'rqinchli ekanligini qo'rqinchoqlar hammadan yaxshi biladi. Bizning qachon yorug'likqa chiqishimiz aniq bo'lmagan bu safarimizda har bir o'qituvchining ko'ngli bir leksiya munbiridir. Har bir munbar bir maktabdir. Avlodlarimiz o maktabda yorug'lik to'g'risida bilimga erishidi. Umid bilan safarda cho'ng bo'ladi. Safarda holsizlanib yiqilganlarning qo'lidagi mash'alni oladi. Bir jup ayolning o'zaro yaxshi ko'rishib, juplashish natijasida farzand maydonga keladi. Farzand oilaning so'ygu bulug'idir. Daryolarning boshlanish nuqtasi tog' jilg'illar bo'lganiga o'xshash milliy gavda oiladan iborat hujayralardan boshlanadi. Bu karvanimiz oilalardan tarkib topgan. Biz uchun har bir oila bir qo'rg'on demakdir. Har bir oila o'zini qo'g'dashga qodir bo'la olsa, karvanning bexatarligi, kapolatga ega bo'ladi. Oila boshlig'i u qo'rg'onning qo'mondonidir. U qo'rg'onni muhofazat qilish qo'mondon va askarlarning o'rtaq vazifasidir. Jaholat qorong'uligidan qutulish safari ana shundoq davom qiladi. Har bir kishining bir vazifasi bor. Safar kechida davomlashganligi uchun har minut yo'ldan ezib ketish xavfining borligi to'g'risida bir-birimizni ogohlantirib, mügidab qolganlarni uxlatmay elib menish majburiyatimiz bor. Men umidlikman. Umidlik bo'lishimning sababi yuragini mash'al qilg'uvchilar oz bo'lsa-mu, qalbini mash'al qilg'uvchilar oz emas. Mash'allar ozliqdan ko'payib bordi. Mash'allar ko'paygan sari agash kuchi qo'shin ko'paydi. Ba'zida umidsizlanaman. Umidsizlanishimning sababi bir yo'lga petishmay yo'l talishib qilish. Charchiganda yoki yo'ldan biroz ezib qolganda o'z aramizdan javobgar izlab bitmas tugamas chigish ziddiyatlarning sirliq to'ri bilan o'zimizni chirmab olib, safarni unutib qilib, yo'lni jang maydoniga aylantirish ehtimolligini bayqig'inimdan. Dushman bilan uchrashmay turib, o'zimizni mag'lub qilgan zamonlarimizni o'ylasak, hammamiz hijolatdan yerga qaraymiz. Biroq bu saboqlardan dars elish niyatimizning
bo'lmasligi meni texmi tashvishlantirdi. Men yanıla qalamini mashal qildiganlarning belgilik sonini egallaydiganligiga, safarimizning o'zaro bir-birimiz bilan jang qiladigan ichki urush maydoniga aylanib ketishga ruxsat qilinmaydiganligiga ishinaman va ishonishga majburman. Allah ba'zilarga so'ygini, ba'zilarga nafratni ko'proq bergan ekan. Nafratni qurol qilganlar orasida tarixda nomi qolgan generallar bor. Ular zolimmi yoki qahramonmi degan talash tortish texicha tugagini yo'q. Biroq qalam tutganlar orasida qalamiga rang o'rnida nafrat to'ldirganlar ichida nomi yashaganlarni xotirlay olmayman. Biz qorong'ulik ichida nafrat daryosida eqib ketayotgan beliqlarga o'xshaymiz. Yuragimizni qarindoshlarimizga nafrat ishlab chiqaradigan istanib qilishga ehtiyojimiz yo'q. O'zimizdan halqishimiz lozim. Shaxsiy shon-sharafdan milliy shon-sharafning a'lo ekanligini taniydigan zaman keldi. Agar tanımasak, jaholat zulmati o'zining kuch-quvvati bilan bizning soyning teshidek chechilib yotgan shon-sharaflarimizni chaylab bitchit qilayotdi. Mangu tuproq ostida qorong'ulikqa hamroh bo'lamiz. Bizning sonimiz azaygan siri mozorliqlarimiz kengaymoqda. O'zaro bo'g'ishishdan charchadik. Karvan safarda tuzladi. Oxirda o'zim uchun, sizlar uchun, biz erishkusi yo'riqlik uchun takror xitob qilaman. Har bir qalam bir mash'al, har bir munbar bir maktab, har bir oila bir qo'rg'on. Ey, hamma ishga qodir Allohim. Bizga bizning bugun eng jiddiy ehtiyojimiz bo'lgan o'zaro sevgi, o'zaro sadoqat, jasorat va o'mlik ato qilgin. Tugadi.